50-ci bab. Yusuf otasının cəsdiga özünü taşlab, həsrət bilan yığlab, onun yüzünü söydü. Keyin Yusuf qol astidagi teviplarga otasının cəsdini mumlashni buyurdi. Ular odatlari bo'yicha 40 kun ichida jasadni chirishdan saqlash xizmatini tamomladi. Misrliklar uningga 70 kun motam tutdi. Qorliq tutish mazgili o'tgandan keyin Yusuf podshohning amaldorlariga "Eg'ir ko'misanglar, podshohga mundaq danglar. Otam jon uzish oldida meni o'zini qononda tayyorlab qo'ygan yerlikka qo'yishimga qasam qildigan edi. Shuning uchun menga ijozat bersa, u yerga berib otamni dafn qilib kelsam" dedi. Podshoh uningga "Bosun, otasiga bergan qasmi bo'yicha dafn qilsin" deb javob qaytardi. Buning bilan Yusuf otasini dafn qilg'ili ketdi. Podshohning barliq xizmatchilari, o'rda amaldorlari va Misrdagi ko'zi ko'rgan arboblar Yusuf bilan billa berishdi. Yusufning butun oilasi, qarindoshlari va otasining jamiyatlari uning bilan billa bordi. Faqat Yusufning kichik bolalari va qo'y qolalari go'shanda qolgan edi. Uning bilan billa borganlarning ichida yana jang harulariga o'tirganlar va otiqlarmi bor edi. Shunda qilib, ular go'yo cho'ng bir qo'shindak bo'ldi. Ular Yordan daryosining yerisidagi Atat degan yerdagi xamonga kelganda qattiq yig'izor qilishdi. Yusuflar u yerda 7 kun g'azo tutdi. Buni ko'rgan qononliqlar Misrliklarning dafn murosimi nima degan davdug'liq deyishgan edi. Shunga bu yerga Abel Mizroyim, Misrliklarning g'azo tutishi deb nom qo'yildi. Shunda qilib, Yoqubning o'g'illari otasining topshirig'i bo'yicha uning jasadini Qanonga opirib, Mamraning sharqidagi maqbaraqdagi o'nkirga dafn qildi. Bu o'nkir İbrahim Xit qabilasidan bo'lgan Afrondin qabristonlik uchun setib olgan etizliqda edi. Yusuf otasini dafn qilib bo'lib, o'z qarindoshlari va dafn murosimiga qatnashgan barliq kishilar bilan billa Misrga qaytib keldi. Yusufning otasi o'lgandan keyin uning qarindoshlari agar Yusuf ko'nglida burun uningga yomonlik qilimiz uchun odavat saqlab, bizdan intiqom olaman desa, qanday qilamiz deb o'ylashgan edi. Shunga ular bir kishi orqali Yusufga "Otimiz jon uzish oldida bizga sana buni aytib qo'yishimizni toplagan. Oklaring sana yomonlik qilib qo'ydi. Ularning gunohini kechirim qilib. Shuning uchun sendan bizning xatoligimizni kechirim qilishingni so'raymiz. Biz bo'lsak, otang ibodat qilgan Xudoning xizmatkorlari" deb so'z etdi. Yusuf bu so'zni anglab yig'lab etdi. Ondan Yusufning qarindoshlari uning oldiga berib, beshi yerga tekich ta'zim qilib, mundaq dedi: "Biz sening quling bo'layli." Yusuf ularga: "Qo'rqmanglar. Men hukm qilib jazolaydigan Xudo emasman. Sizlar aslida menga jankashlik qilmoqchidinglar. Lekin Xudo nurg'un kishilarning hayotini saqlab qolish uchun yomon ishinglarni yaxshi ishga aylantirdi. Bugun mana shuncha nurg'un kishilar hayot qoldi. Sizlar qo'rqmanglar. Men cho'qim sizlarga farzandlaringlarga g'amxo'rlik qilaman" dedi. Yusuf qarindoshlariga mehribonlik bilan tasalli berib, ularni xotirjam qildi. Yusuf va uning otasining urug' jamiyati Misrda o'ltiraqlashib qolgan edi. Yusuf 110 yoshida olamdan o'tdi. Uning umri shunchalik uzun bo'ldiki,
u hatto o'g'li Avroyimning 3-chi avlodini ko'rishga muyassar bo'lgan. Yusuf mana sening o'g'li Makirning o'g'illarimi o'z qo'yniga olgan. U qarindoshlarga: "Men olamdan o'tishga oz qoldim. Xudo cho'qim sizlarga ko'ngil bo'lib, sizlarni bu yerdan elib, İbrahimga, İshakqa va Yoqubga va'da qilib bermoqchi bo'lgan zaminga boshlab bordi", dedi. Yusuf qarindoshlarga yana: "Xudo sizlarga g'amxo'rlik qilib, sizlarni u yerga elib ketgan vaqtda, mening jasadimni birga elib ketishga mening oldimda qasam qilinglar", dedi. Yusuf 110 yoshida Misrda olamdan o'tdi. Ular uning jasadini chirishdan saqlash uchun mo'mlab sanduqqa selib qo'ydi.